Onajonisi, kun bo'yi ovqatlanganim yo'q, qornim itdek och. Ovqatingdan ber, ovqatingni sog'indim. Ha? Bugun ovqat qilmabdimi? Kim? O'zingiz juda yaxshi bilasiz kimligini. Keling dadasi, qorningiz ochdir. Yo'q, bugun qornim to'q. To'ydirib yuborgandirdi. Ha, kim? O'zingiz bilasiz kimligini. Yuragim sezyapti. Siz menga xiyonat qilyapsiz. Nuqul bitta nomer telefon qilyapti. Aynan o'sha nomer telefon qilganda yugurib ko'chaga chiqib ketyapsiz. Kim o? Gapiring kim? Baraka topkur, har bitta erkakning o'zini ichki siri bo'ladi. Hamma narsani oilasiga ayta olmaydi. Tushundingmi? Nima meni qiynayverasan? Ana yana telefon qilyapti. Ko'taring telefonni, yonimda gaplashing. Hozir 2 minutda kelaman. Hozir. Ha, erimi haqiqatdan bizga aytmagan muammolari bor ekan. Bizni siqilmasin deb aytishmagan ekan. Kechiring dadasi, bilmabman-da. Asalim, men senga 1000 marta aytganman. Xotinim uydaligida telefon qilma deganmanmi? Uylanaman senga shu bilan ajrashib olay. Iltimos sandan. Bo'ldi. Xotinim derazadan qarab turibdi, telefon qilib yuboraman men senga. Dadasi, Toshkentga 2 kunga ketyapsiz. Tinchlikmi? Ishim bor Toshkentda. 2 kunlik ishim bor. Senga uyda ishondim, ishingni qulplab o'tir. Bo'pti. Qanaqa ishingiz bor? 2 kunlik. Vashshi zarilishim bor. 2 kunda kelaman dedimmi? Bo'pti. Ha, mayli, omadingizni bersin. Dadasi, uyga qaytavering. Manidimu, bormay qo'yavering Toshkentga. Tezda uyga qayting, gap bor. boshqani emas jon yuraging